Men avvallari qazo namozlari 6 tadan kam bo'lsa, ularni tartib bilan o'qish vojib ekanini bilmagan edim. Buni endi bildim. Avval vaqti kirgan namozni o'qib, keyin qazo namozini o'qiganim uchun o'sha vaqtida o'qilgan namozlarimni qayta qazo qilib o'qiymanmi? Vaqti kirgan namozdan keyin o'qilgan qazo namozlarimni-chi? Ularning hukmi nima bo'ladi? Qancha namozim shunday o'qilgani esimda yo'q. Bilmaganim uchun hammasi sahih bo'laveradimi? Bismillahirrohmanirrohim. Darhaqiqat qazo namozi bor odam agar qazolari soni 6 taga yetmagan bo'lsa, sohibi tartib hisoblanadi. Tartib egasi, ya'ni avval o'sha qazolarini o'qib, keyin vaqtlik namozni o'qishga buyurilgan. Agar modomiki shunday qilmasa, o'sha vaqtlik namoz 6 taga yetguncha namozi durust bo'lmay turadi. 6 taga yetgandan keyin ular ham qazoni hukmida bo'ladi-da, sohibi tartiblikdan chiqadi bu odam. Ya'ni qazolari soni 6 tadan oshgan odam sohibi tartib hisoblanmaydi. U vaqtlik namozni oldin o'qib, keyin qazoni o'qisa ham yoki oldin qazoni o'qib, keyin vaqtlikni o'qisa ham bo'laveradi. Bu savolga qaraganda bu odam bir qancha namozlarni shu tarzda o'qiganlar, bilmaganliklari uchun albatta 6 tadan oshgan. Shuning uchun sohibi tartiblikdan chiqqan bu kishi. Shu bilan u kishini o'qigan hamma qazolari va vaqtlik namozlari sahih bo'lib ketadi. Bunga xavf qilmasalar bo'ladi. Endi qachonki qazolarini o'qib tugatsalar, unda yana sohib tartiblikka qaytadilar bu kishi va unda qazo namozni avval o'qib, so'ngra vaqtlik namozni o'qishlari kerak. Faqat ikkita holat istisno qilingan. O'sha birinchisi unutgan holda o'qib qo'ysa yoki vaqt ziq, masalan qazoda o'qiyman desa, vaqtlik namoz qazo bo'lib qoladigan darajada vaqt kam qolgan bo'lsa, oldin vaqtlik namozni o'qib, keyin qazoni o'qisalar bo'ladi. Qolgan vaqtlarda, ya'ni vaqt bemalol bo'lgan paytda oldin qazoni o'qib, keyin vaqtlik namozni o'qishlari lozim bo'ladi. Qachonki sohibi tartibga aylansa bu odam.